Assalomu alaykum aziz yaxshilar. Omonat dunyoda omonmisiz? Siz bilan men Shodiya Husanovna, psixoanalitik, psixoterapevt, sotsial psixolog va klinik psixologiyada o'qiyotgan talaba. Bugun yana kasalliklarning psixologik sabablari haqida gaplashamiz va eng asosiysi bu kasalliklarni aynan psixologik sabablari bilan ishlaganimda bir qancha mijozlardagi ruhiy holatlarga yechim berish evaziga sog'lom holatlarni kelib chiqishi, tanadagi kasalliklarga yechim qilganliklari haqida odzivlarda berib boryapmiz. Ko'ryapsiz, Instagramda, Telegramda bemalol bu haqida kuzatishingiz mumkin. Maqsadim aynan sog'lom fikrlaydigan insonlar jamiyatda ko'p bo'lishi evaziga o'z mas'uliyatini hayotida o'z bo'yniga olish evaziga rivojlanish va rivojlangan inson har doim resursda bo'ladi. Resursdagi inson esa hech qachon kasal bo'lmaydi. Ana shu maqsadni siz bilan birga amalga oshirish. Demak, bugun men ishlaydigan yo'nalish bu yangi germanskiy meditsina. Bu haqida oldingi videolarimda aytdim. Yangi germanskiy meditsina o'zi nima? Bu doktor Hammer tomonidan tashkil qilingan va 5 ta biologik qonunga asoslangan yo'nalish. Doktor Hammer esa o'zi onkolog vrach bo'ladi va uning boshiga juda ham kuchli fojiali voqea tushadi va aynan ana o'sha onkolog vrach bo'la turib o'zi onkologik kasalliklarni analiz tahlilini aynan o'zini boshida rak holati tushgandan keyin analiz qila boshlaydi va 5 ta biologik qonunni yaratadi. Nima degani bu 5 ta biologik qonun? Birinchi qonunni bugun siz bilan tahlil qilamiz. Agar siz bu qonuniyatni 5talasini ham juda ham yaxshi o'zlashtirsangiz, tabiiyki siz har bitta kasallikdan o'sha boshlang'ich nuqtasida yechim qilish evaziga chiqib ketish imkoni borligini anglaysiz. Albatta bu degani siz уже kriticheskiy holatdasiz, sizda patologiya уже kuchli va psixologga yoki psixosomatologga keling degani emas. Albatta bu yerda sizga meditsina va kuchli tajribali vrachlar yordam berishadi. Demak, birinchi biologik qonun. Birinchi biologik qonun vaziyatlar kutilmaganda sodir bo'ladi. Misol uchun, liftga kirdingiz, u yerda qo'rqib ketdingizki, qo'rqinchli bir inson bor. Yoki bo'lishi mumkin, mana tajribamda bo'lgan, kuchuk bo'lgan lift reski yopilgan, ulgurmagan inson chiqishni va shu qadar tanasida toshmalar toshib ketganki, bu toshmalar har safar, har yili aynan o'sha vaziyatda, o'sha liftni yoniga yaqinlashganda qaytalangan. Eng qizig'i, bu inson bu xonadonga mehmon bo'lib kelgan bo'lgan va kutilmaganda sodir bo'lgan voqea unda qo'rquv esa bizga nafas yo'llarida havo yetishmayotganligini tanada ko'rsatib beradi va hansirash paydo bo'ladi. Va tabiiyki o'pkada har doim quruq yo'tal, ho'l yo'tallar. Buni sabablari, конечно, individualniy, har bir insonda har xil holat bo'lishi mumkin. Bu insonning qabul qilishiga bog'liq sodir bo'lgan aynan mijozimda va biz u kishi bilan ishlaganimizda o'sha voqeani, ya'ni miya trigger deb, sabab deb qabul qilgan qo'rquvni topib yechim berganimizda u kishidagi har yil qayta chiqadigan toshmalar alhamdulillah shifosini topgan, kutilmaganda sodir bo'lgan. Yana bir voqea aynan kutilmaganlikda sodir bo'lgan mijozimda o'z farzandiday qabul qilgan proyekti, yillar davomida bu proyektni noldan boshlab o'zi ko'taradi va bu proyekt bir kunda afsuski yonib ketadi va farzandiday qabul qilgan yo'qotish psixikada yo'qotish konflikti mojarosi deb qabul qilinadi va aynan ana shu yo'qotish konfliktida uni yeyishniklari reaksiyaga kirishadi va doktor Hammerda ham
xuddi shunaqa rak yechnik bo'lgan. Aynan farzandini kutilmaganda yo'qotgani evaziga. Va yechnikdan rak bo'lgan insonlarni doktor Hammer so'raydi, ularga savol beradi va bir nechta insonlar bilan gaplashgandan keyin shu narsaga amin bo'ladiki, demak, yechnikdan rak bo'lgan insonlar poteriya, ya'ni yo'qotish mojarosini boshidan kechirgan va kutilmagan mojaro bu yo'qotish mojarosi bo'lgan. Yoki yana analiz qilganida mozgda, insonning mozgida opuxil bo'lishiga sabab deydi vaziyatlarga yechim bera olmaslik. Yechim bera olmayapti bu inson vaziyatga, aqliga sig'dirmayapti nima qilishi mumkin ekanligini. Opuxil mozg yoki va hokazo. Va doktor Hammer uzoq izlanishlardan keyin birinchi biologik qonunga aytadiki, inson rak kasalligiga uchrashi uchun birinchidan kutilmagan shok bo'lishi kerak, ikkinchidan bu shok holati u inson uchun dramatik bo'lishi kerak, ya'ni fojiali bo'lishi kerak. Misol uchun, siz bilan qaysidir voqea sodir bo'ldi, mana bu fojia va siz bu fojia bilan bo'lishmadingiz. Bo'lishi mumkin iznasilovание, siz u bilan bo'lishmadingiz. Bo'lishi mumkin siz uchun pozorniy bo'lishmadingiz. Ko'p narsa bo'lishi mumkinki, siz u narsani dramatik holat, ya'ni fojiaviy holat deb o'zingizga qabul qildingiz va bu holat bilan uchinchi holat yolg'iz kurashishga kirishdingiz. Ya'ni mutaxassis yordamiga bormadingiz yoki hatto eng yaqin insoningizga bu haqida batafsil aytib bermadingiz yengil bo'lish uchun. Va aynan shunaqa paytda doktor Hammerning o'sha izlanishlari uni o'sha paytda o'zini tomografiya apparati bo'ladi. Har xil rak bo'lgan insonlarni tomografiya qilganida miyada o'sha qaysi organdan rak bo'lgan bo'lsa, miyani o'sha organni boshqaradigan nuqtasida oq mana shunaqa pitno dog'lar bo'lgan bo'ladi va tabiiyki doktor Hammerni o'zini zamonasidagi vrachlar qabul qilmaydi. Bu narsani shunchaki yolg'on deb qabul qilishadi va tomografiya apparatini buzuq deb aytishadi va tomografiya apparatida bir kasallikni bir nechta apparatni tekshirganda ham xuddi shunaqa holatni bergandan keyin apparatni ishlab chiqarish korxonasi yo'q, bu apparatda ayb yo'q, apparat soppa-sog' deydi. Demak, doktor Hammerni fikri to'g'ri deb tasdiqlaydi. Doktor Hammer esa bu narsada har bitta biologik organni, mana biologik organimiz deylik, ko'zniki ko'rish. Aynan mana shu ko'rish vazifasini bajara olmayotganiga qaysidir psixologik sabab borligini aniqlaydi va aytadiki, bir vaqtning o'zida fojiali kutilmagan voqea ham psixikaga ta'sir qiladi, ham biologik organga ta'sir qiladi, ham fiziologik jarayonga, ya'ni bizni xatti-harakatimizga ta'sir qiladi deydi. Aynan mutaxassis psixologning vazifasi bu yerda nima? Tabiiyki kasallik bilan meditsina ishlaydi, tabiiyki kasallik bilan vrachlar davolashadi. Psixologning vazifasi aynan shu kasallikka olib kelgan, o'sha fojia, kutilmagan voqeaga yechim berish, undagi emotsiyani yechish. Masalan, bo'lishi mumkin u qo'rqinchli emotsiya, bo'lishi mumkin tushkunlikda xafachilik emotsiyasi. Juda ko'p emotsiyalar bo'lishi mumkin. Aynan psixologning vazifasi o'sha emotsiya bilan ishlash va ishlaganda inson o'zini yengil his qiladi. Yengil his qilgandan keyin esa simptomni yechish uchun, ya'ni kasallikni yechish uchun meditsinani yordami sizga foyda qiladi va sizga surunkali kasalliklar emas, kasalliklarga yechim qilib chiqib keta oladigan darajada kelasiz. Ko'p hollarda hattoki meditsinaga bormagan holatda ham yoki borib charchab umidini uzib ishlagan holatda ham sog'lom holatga kelgan mijozlarim juda ham ko'p, aziz yaxshilar. Demak, har bir kasallikning psixosomatik sabablariga diqqat qilib qarashimiz kerak va psixosomatik sabablarni ham o'z o'rni borligini anglashimiz, tushunishimiz va tan olishimiz kerak. Keyingi darsda esa biz siz bilan ikkinchi biologik qonun haqida batafsil gaplashamiz. Bu videodan nima angladingiz, nima o'rgandingiz yoki qanaqa savollaringiz bor? Albatta kommentariyada yozing. Sizga kommentariyada batafsil
javob beraman. Sog' bo'ling aziz yaxshilar. Keyingi videolarda, keyingi darsliklarda ko'rishguncha.